Assalomu alaykum. Bizim hamyurtlarimiz, assalomu alaykum Qirg'izistonlik va buning ichidan Suzolilar. Sizlarga alohida e'lon aytmoqchiman. Mana shu men bilan birga turgan akamizni taniganlar bo'lsa, mana Mohsim aka deb qo'yamiz. Katta Mohsim akaning ukasi kichik Mohsim aka. Ya'ni o'zining at familiyasi Hamidov Saydullo aka. Ko'p yildan beri shu Suzod sentrida banan oldi sartaroshlik qiladi, halol mehnat egasi, kasb egasi. 1964-yilda tug'ilgan barcha o'sha tengdoshlarini va 1981-yilda 50 let maktabi avvalgi 50 yillik hozirgi Saydul Akbar maktabini bitirgan bitiruvchilarni 25-may kuni Saydul Akbar maktabiga to'planishlarini lütfen taklif qilib so'rab qoladi. İltimos qilasizmi shunaqami aka? Albatta. 1971-yil 1-sinfga kirgan, 1981-yil shu 50 let maktabini, hozirgi Saydul Akbar maktabini bitirgan barcha akami sinfdoshlari, birga o'qigan erkak, ayol hammalarini shu uchrashuvga taklif qiladi. Ajab emas, uchrashuvda xudo xolasa bir-biringlar bilan ko'rishib, hayot haqida zavqlanib gaplashishlarni birgalikda xudo xolasa o'tkazasizlar. İnşallah shu kunlarga hammamizga ham yetkazsin. Hurmatli mekendeshlar, hurmatli qadrmon qalay xalq, sizlarga bir jariya aytayin. 1964-yilda to'ralgan ushul Hamidov Saydullo aka menen klassdash bo'lgan, je bo'lsa parallel klasslarda o'qigan, birga bir uchurda o'qiganlarni baringlarni 1981-yil bitirgan bardiq hozirgi Saydul Akbar maktabi, murunqi 50 let 53 yillik maktabni bitirganlarni baringlarni Suzaqda baringlarni o'sha oxirgi qo'ng'iroq ushul ish charasini azamini baringlarni chaqirib ketadi. Baringlarni 25-may kuni Saydul Akbar maktabida shu men ortimda turgan Chaqtarash akamiz Hamidov Saydul aka eldin japaloq tilmenen aytganda Mahsim aka deb qo'yadi bardig'i. Cho'ng Mahsim akaning inisi kichik Mahsim aka. Baringlarni chaqirib ketadi. Chaqirib ketasizmi? Albatta. Hamma kutaman. Baringlarni kutayotgan, men shuni atayin jariyalab qo'yayin dedim. Chaqish qisqartirganini kirsam, shunday so'ranib qoldilar. Mahsim aka, Xudoy buyursa, klassdoshlaringiz menen bardi menen jolug'ib, uchrashib, yaxshi bir mayak qurib, Xudoy buyursa, vaqtni yaxshi o'tkazinglar degan umiddaman. Bo'lishuncha ushul ma'lumot taratdingizlar. TikTok, WhatsApp, jana YouTube kanallarına men joylashtirib qo'yam. Xudoy buyursa, yaxshi emotsiyalarga boy bo'lgan shunday quvonchli kunlar sizlar menen cho'g'i bo'lsin. Boshqa yosh mundarga dag'i ulgu bo'lib, boshqalarga da shunday ulgu bo'lib, ulgu ko'rsatgular. Salomatda qolingizlar. Rahmat hammalarga. Kutaman albatta. Kutayotgan.